Bugun 20-noyabr ekan. Konkursimiz g'olibini aniqlaydigan kunimiz ekan. Konkursimiz g'olibiga mana shu daler bollerni rangigacha tanlab qo'yganmiz-da, omonachilarimiz tanlagan mana shu rangini. Imini shu rangini hozir kim eng ko'p prosmotr yig'gan bo'lsa, o'sha insonga sovg'a tariqasida shuni beramiz. Profilga ham kirib oldik, ko'rib turganingizdek. Xo'p, bu yerda mana bu videolar hammasi mana shungacha, mana shundan boshlab mana konkurs g'olibini aniqlaymiz degan 10.300, 18.500, 10.000, 10.200, hop, 20.200, mana 21.700, keyin 15.000 maniki, mana bunisi 12.800 bo'lgan. 12.800, 15.200, 10.400, hop. Bu yerda eng ko'p prosmotr yig'gan inson значит mana bu bo'lyapti. 21.700 bo'lyapti. Mana shu Abdullajon videosiga ishlagan videosi. Mana shu eng ko'p prosmotr yig'gan video bo'ldi. Konkursimiz g'olibiga telefon qilamiz. Hozir gaplarni eshitib qolamiz. Alo, assalomu alaykum. Sizni To'pli domdan bezovta qilyapmiz. Bizda konkursimizda ishtirok etdingiz. O'sha g'olib deb sizni topdik. 21.700 prosmotr yig'ibsiz. Shuning uchun sovg'ani qachon olib ketasiz? Shuning uchun bilgan telefon qildik. Voy, zo'r bo'ldi. Rahmat, xursand bo'ldim. Biza Toshkentda emasmiz, Samarqandimiz. Agar dastavka qilib yuborsangiz, keyin biz yoqib, o'zimiz qilib tashlab yuborardik. Nima bo'ladimi? Kelish iloji yo'qmi ofisga? Endi borishga sal uzoqlik qiladi sizlarga. Bo'lmasa, xudo xolasa, ertaga dastavka qilib beramiz. Bitta sharti bor faqat. Shart shuki, sovg'ani olganingizdan keyin o'zingizni profilingizdan bizani atmetga qilib video qo'yib berasiz. Sovg'ani oldik, To'pli dom. Mana shunaqa ishonchli, chunki har xil holatlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz ham kimga sovg'ani berganini ko'rsatib o'tishimiz kerak. Hop, bo'ladi, albatta bo'ladi. Konkursda ishonchli bo'ldi. Masalan, men Samarqand emas, Toshkentlik biz biroz ko'rishmaganmiz. Просто o'sha olgandik, shu nimalaringizdan nima edi? Katyollardan. Hop. Katyollardan olgandik. Endi hammanikiday bo'lmasin deb boshqacha video qilgandim. Shu ko'tarilib ketdi, xursand bo'ldik. Bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ertaga xudo xolasa sog'ingizni yetkazamiz. Xo'p, rahmat, yaxshi bo'ling. Rahmat. Mayli. Ko'rib turganingizdek, egasi bilan ham gaplashib o'tdik. Xudo xolasa endi sovg'ani ertaga Samarqandga chiqarib yuboramiz.